Ersog'da kuzatib yurishdan ekan, o'sha ikki qatlikka qarshi qizlar 3,5 yildan beri o'ylab bo'lgani yo'q ekan. Keyin men kirdim, "Apaman Ersog'ga azob bo'ldi, mana deb keyin ko'rsatib maqsad menga davra shundan zakaz qilib bering" dedilar, ikkilandilar. Lekin o'sha men yangi edim, lekin oldinga maqsad qo'yib kirganman, endi baribir harakat qilib Xudodan so'rab, endi bir avvalo Xudo, keyin sababsiz bo'ldikmi? Dorilardan olib berdim shu 3 ta mahsulotni. Men aytdim, "Ha, ximikal dori olib bermanglar, tayyor, mana tabiiy, nima ham tabiiylik bilan ham azob bo'lib qolasiz" deb aql-ma'qil qilib shuncha sovg'alarimdan ham olasiz deb qiziqtirib olib berganmanki, o'sha ministrlarga o'sha keladigan paytlarga yaqin qolgan ekan, ichganlardan 3 kun 4 kunda Shahodatxon shunaqa bo'ldi dedilar, endi keladigan vaqt ekanda deb men qildim. Keyingi oyda o'sha keladigan payt kelmadi. Keyin Shahodatxon yig'laymikan, nima qilaymikan, ishonmaymikan, voy Xudodan duo qilaveramiz dedim. Bo'ladi, Xudo xolisa, yaxshi niyat bilan boshladik-ku deb. Keyin yo'q, o'sha 15 kun o'tdi, degani ham ishonchimiz hosil bo'ldi. Kafolatga borsa, o'sha qizlar o'ynayotgan. Maşallah. O'sha bir oy o'tdi-da, dorilarimiz nimasiga. Avvalo Xudo, avvalo haqiqatan Alloh madamaga rizqi qo'shilganiga dedim, Alloh ham bichalik menga nima berdish kerak. Yana ham ishlayman deb ketdim-da keyin. Bu sizga motivatsiya bo'ldi-da, ishlab ketishingizga. Hozir yana bittalariga olib berdingiz-a, homilaga? Yana bittalari 15 kuncha bo'lib qoldi shekilli. Degan bir 6-7 yillik bo'lmagan, umidga Xudo xolasa a'loni yaxshi natija kutyapmiz. Inshaalloh yuzimizni olsin. Ishondim-da, hisoblatlariga ham ishondim, har bitta mahsulotga. Deyarli